Salom do'stlar, sizlar bilan men Jahonbek, ya'ni Cool Gaming. Bugun sizlar bilan Greenriver eski versiyani o'yin easy bosqichida o'ynab ko'ramiz. Eski versiya bu. Qani isbot deyishlaringiz mumkin. Hozir men sizlarga isbotni ko'rsataman. Birinchi kun. Hop. Birinchi kun. Hozir isbotni ko'rsataman. Ovoz chiqarib qo'yding-ku, loy. Gazaling. Mana shu yerdami teshik bo'lardi, katta. Yo'q, ana hech qayerda teshik yo'q. Hech qayerda dera. I see you. Mama. Vayla, qachon ketarkan endi bu? I see you. Qayerdasan deyapti akalar. I see you degani men seni ko'ryapman degani, where are you deyapti. Hozir where are you deyapti. Mana bagni qaranglar. Bagmas ekan bu. Men avval bag deb yurardim. Mana bu yerdan bunaqa bagman. Kommentariyaga yozib qo'ying sizlar shuni. O'zimiz bilan qo'shib olib ketamiz. Bo'sh quruq ketmaylik. Keyinga yarasha safeka. Bu ketib olsin, bu shu yerda menimcha. Bir yerda ertaroq yopib ochib qo'yish kerak-da. Voy, loy, ovoz chiqarding-ku. Ovoz chiqarding-ku. Kelib tursin endi. Bu kemasini ishqilib. Voy, ovoz chiqarib qo'ying, loy. Loy, bu kelishini kutamiz. O'zlari o'yin bilan bo'lib o'zlaridan so'rash esidan chiqibdi. Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Bo'yaptimi ishlar? Uydagilar yaxshimi? Buvuchdi. Buvuga bugun o'lim. Vahshiymiz-da biz. Bu avtomatni birinchi qismi tayyor. Siz buvi o'lib turing birpas. Ko'zimga ko'rmay turing. Buvini ham uxlatib oldik. Bugun mashinadan qochishni niyat qilib qo'ydik. Bateriya chiqib qolibdimi? Qayerdan chiqdi? Kecha o'ynaganimda yo'q edi-yu bateriya. Voy, loy.
Men batareyka yo'q deb o'ylabman. Uni ochib qo'yaylik. Ishqilib biz mashinadan qochamiz-ku, bizga qiziq yo'q uni. Voy loy. Nima qilganing bu? Mana shu yerda paydo bo'lib qolsa-da bu. I see you deb. I see you deb. Weapon keydi bor-ku, topsam ham buni o'limi yaqin bo'ladi. Bu baterka. Buni baterkani ham qo'yib kelaveramiz. Hop. Cho'ta bu tarildimi deyman. Nima bo'ldi? Hali bu birinchi kun. Qo'rqish yo'q, shaxtam qadamlar bilan yuraveramiz. Voy buvi, o'zi siz yetmayotganingiz buvi. Buvi, siz yetmayotganingiz o'zi. Voy buvi, asabsiz. I see you. Keloptimi? Keloptimi? Yo, kelmayapti. Kelishga duxi ham yetmaydi, bolalar. To'g'rimi? Like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozishni unutmang. Och qilib qoldik. Qoch. Bu tarafga tushish kerak-a. Tepaga chaqiramiz buni. Deb yo'qa borib turgancha biz bu yoqdan mashina oldiga tushib, buvini yana o'ldirib, ishqilib shu taktikani qilamiz-da. Eshik ochildi. Yana uni yoqdik. Buvi kelsa bo'ldi. Buvi ham kelyapti, akalar, ana keldi. Kirmaganni qarada, kirish kerak bu lekin. Ajib manzaralar kutibdi sizni. Kulmay. O'sha kulgu ana otilmaydi. O'sha o'zingga buyursin. Loy. Chiqib ketaver. Endi kiradi. Alloy, mana bu yerga tushibdi-da. Shuning ham. Akalar, qamab qo'ygan joyimizdan chiqib ketibdi. Keyin o'ldirib qo'ydi. Va siz bo'lmasa qanday chiqdingiz? Abba, qattasiz? Voy loy. Bu yoqdan chiqdi-ku bu. Mujiksiz bu.
I see you. O'ynashmagin, arbob bilan arbob bo'lar. Hozir arbob nima bilan urishini ko'rsataman men senga. G'achirlatib qo'ymasak bo'ldi. Mana yerda voy. Buni o'chirib, boshqatdan buni olib, buni otib, bunga o'tirib, endi buvini kiramiz. Xo'p. Buvi kelopti, oyog'ini ovozi eshitilyapti. Mana. Kevan bo'ldi. Kiring buvi, kiring, yaxshi qilasiz. O'tir mashinaga. Oyoqdan tortmang faqat. Buvi. Akalar ovoz chiqarish kerak, ovoz. Hozir ovoz chiqarib qo'yishim ozgina qoldi. Tarvuz chiqsin faqat. Tarvuz bo'lsa yaxshi ish bo'lardi, lekin hammer bu ham yomon emas. Buk bor ekan bu yerda. Mamdasiga chiqish kerak. Mamdasiga. Bu lekin hali o'lmadi. Hammer. Boylig'i. Yaxshi narsa bor o'tdim. Mana ovoz kelyapti. Hozir buni kamerasi qayerda shunda? Ochil. Sim ochil. Shu buvi pastda qolib ketdi-yu. Bu qiyshiq qo'l qayerga qotdi shunda? Ko'rish kerak. Akalar. Nima bor bu yerda? Nimani ushlamoqchi bo'ldi? Bu nima?
Kechirasizlar, men bitta xolodilnik ishlayapti. Qandaydir boshqacha ovoz chiqayotgan bo'lsa. To'g'ri pastga tushdi. Buni ham pastga o'tamiz. Vay! Shu joydan ne to'yishib qo'ydik-da. Siz yiqilib o'ldi. Endi yo shotganni teyish kerak. Yo otilmaydi. Bu chiqmayapti. Bu bo'ldi. Tirildi shu buvi. Endi bizni kunimizni ko'rsatadi bu. Men aytgancha o'sha rasm Weaponkey buvisini ko'rsatamiz endi. Mana men javob. Men buni yiqilib oyog'i cho'loq bo'ldi. Keng buvi. Davay, keng, davay. Tilaksiz. Wow, pulim tugadi degan qo'shiqni eshitganmisizlar? Buvini puli tugadi. Cho'ta bizni o'lishga duxi tugadi. O'ldirishga bizni urib, o'ldirishga duxi tugadi. Buvida dux qolmadi. Pastga tushish kerak endi. Quloq tinchiganda. Lekin boya rostdan buzib chiqib ketgan ekanda, qaysi kalla bilan buzov eshikdi. Karkey. Atirkan boshqa kerak yo'q. Bizga padlokkey kerak. Padlokkey taxmin qilyapman men. Buni qarg'a eshakda olib chiqish kerak. Qatyapti. Kitayskiy cho'ta. Ay, o'tirib o'tgisi hech bala qilmarkan. Bari hozir tushib qo'ygan yaxshi keyin. Bu o'tirilganda tushib qolsak, eramizni ko'ramiz. Chumchuq. Mana bu yerda nima bor? To'g'risi ozgina qo'rqib ketdim. Bu qayerdan keldi? Oldi Weaponkey pastda. Ya'ni короче, pastda eshikda oldida. Короче, ular tushirgan joyimizda Weaponkey bilan amallab o'ramiz qolganini. To'g'rimi bo'ldi? To'g'ri aytdimmi shu yerda? Vay! O'lib o'tkazamizmi deymanda bugungi o'yinda. Hop. Tepaga chiqish kerak endi.
Tezroq qolgan o'qlardan qolgan bo'lsa. Davay. Bitta o'q qoldi, mana shekilda yana bor. Tiq ketdi-ku. Voy, mana uni manaqa tashab ketish kerak. To'g'risi ham. Men taxmin qilyapman. Safe'dan ana otilmaydi. Padlockga chiqadi. Keyin bizga kod kerak bo'ladi. Kod qayerda ekan? Eshikdan qochish uchun kod kerak bo'ladi-da. Plank. Plank deb nomi nima edi buni? Otilmaydi. Kim aytvoradi? Ya, buni biz bu yerga otib qo'ygandik. Lekin ovoz chiqarding, loy. Hozir bu enangni ko'rsatadi. Mana shuni. Buni tarjimasi menda yo'q. Keyingi videolarda chiqar. Keyingi videolarda buni tarjimasi aniq topaman men. To'g'ri qo'yildimi? Ha, to'g'ri qo'yildi. Biz bu xonaga umuman kirmagan ekanmiz. O'lishimizdan oldin kirib qo'ysak bo'ldi. Shu video videoni boshlamasdan oldinlari tashqariga chaqiramiz buni. Chiqdimi? Tashqariga. Buvi. Bu tashqariga chiqib ketdi. Biz ichkaridamiz. Buni lo'q qildik. Men vahshiyman. Buni lo'q qila oladigan. Men yomonman deb qo'shiq aytaymi? Unchalik ham bo'lmash kerak odam. Buni yana tinchitib olish kerak. Bu o'q qani? Qaramabman to'g'risi. Qaramabman-da, valla. Rostdan ham to'g'risi qaramabman. Hamma ko'rsin. Qarasin. Mayli, bugun bo'lmasa boshqa kuni yutarmiz. O'shandan izi ko'rsatamiz, a? To'g'rimi bu? Mayli, keyingi videolarimizni aniq yutaman deb bel bog'layman bu videoni. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bilan podpisatsiyani bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kulgamay bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.